Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilar. Mana inshaalloh yangi qafaslarimizni ham olib kirib oldik. Quyonlar solishni boshladik. Qafasga gap yo'q. Leyladan kelgan qafasimiz. Bu 2 etajligida biz 1 etajli qilib, uzun qilib qildik. Quyonlarni to'ldirdik, Xudo xohlasa. Mana bu yerda ham quyonlarimiz. Albatta like'larni bosib qo'yamiz. Kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Mana bu yerda hikol bolalari. Allohim xayrli qilsin barchamizga ilohim. Qafasiga gap yo'q. Mana shu yerda o'zida 12 ta ona quyonga qafas raddomi bilan. Hammaga rahmat. Albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Kanalimiz rivojiga albatta hissa qo'shish sizlardan. Like'larni bosib, obuna bo'lib tarqatib qo'yamiz. Endi Xudo xohlasa yana bir gap. Suv sistemalarini endi o'rnatamiz. Hozir bittasi joy qilishni boshlayapti adashmasam. Tiqiratib qolibdi, hozir bunga hashay tashlab yuramiz. Qani toshiydimikin? Mana hashaylarni ham solib qo'ydik. Raddomi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Hammani firmasiga Alloh baraka bersin, ilohim. Xudo xohlasa manfaatli videolar chiqarishga harakat qilamiz inshaalloh. Har yakshanba jonli efirlarda ham qilib turamiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Hammaga rahmat. Hamisha sog' bo'linglar. Albatta like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Alloh rozi bo'lsin barchalardan ilohim.